Hey yo bolalar, sizlar bilan men Saylar FC Mobile. Bugun juda ham ajoyib va bu yerda Chabunkun keldi. Va bizda nima intagim yaxshi. Bugun kayfiyat juda yaxshi va bizda mana bu yerda nima rank up. 100 ta rank up, keyin ertaga 113 dan 117 ga. Okey. Nahona seni rana. Bugün yana bitta voucher. Yangi haftalik Ronaldo keldi. Men juda ham xursandman. Va bizda yana xayrlardan sovg'alar. Salom, Kamalan, Sentoyona. Va bu yerda 5700 ta. Va aytmoqchi men o'ynaganga sovg'a beradi, shuni bajarib hammasini olib ochib yubordim. Va bu yerda bizga bu yerdan ellikdagi mayli yaxshi. Bu yerda 2000 taga bitta. Duay. Resurslar bitta voucher olsam-mikan yo? Qani, yana shuni ochib yuboray qani. Kim tushadi? Va bu yerda bizga Germaniya CDM Kimmich. Bam! Ana sizlarga desam Pavlovich. What the hell? Nima? Nimaga Kimmich emas? Voy. Nimaga? O'zimdan ham oldim bor edi. Mayli. Va musor. Bizda shartlar. Va bu yerda biz 3000 topoldik va bu yerda Ronaldo. Lekin bu LV'da o'ynay olmaydi. Shunisi yomon ekan, qolgan hamma joylari yaxshi. Zo'r. Va men kimni olsam bo'ladi? 3000 ta Roski. Remes Sim. Shartmas. Va bizda kimni kuchaytirishga yetadi? Buni kuchaytirishga yetmaydi. Uzr bolalar. Tamam, ozgina o'rgan va bo'lmaydi. Va buni 20 qilib qo'yamiz. Va berbat. Bo'laveradi berbat. Va biz Usataka kuchaytiramiz. Va Buffon teshik qilamiz. Buffon teshamiz. Voy men 3-4-3 pozitsiyada bo'lishim kerak. Agar oddiy bo'lsa bo'lmaydi-da. Davay, qani. O'yinni ham o'zim ko'taramiz. Bugun uyda hech kim yo'q. Bir o'zim maza qilib o'tiribman. Va bu yerda Beckham'ni qo'ydim. Voy, Buffon. Voy. Yaxshi. Rafinha. Rafa bo'lmasa Beckham.
Beckham. Dembele. Nega ekran kaçtı lan mana? Ya bu yerden Foden. Rafinha. Acayip desem. Katıp kalma. 5-4 müthiş gerek. Müthiş. Gol. 6-6 toprak dolduruş gerek. Yetti. Bitta gol. Vay, yaxshi desam 8-8. Mayli, bo'ladi. Bitta aytmoqchi. Men bu yerda kunlikni bajarmadim. Bajardimmi bugun? Bajarmadim chunki bajargan bo'lganimda sovg'alarni olgan bo'lardim. Va mana shular bajarib yuboramiz va keyin yana Sataka o'ynaymiz. Video endi 6 minut bo'ladi. Bugungi videoda funk bilan juda ham ajoyib. Va Rafinha. Oson. Rafinha'da ikkala oyoq ham yaxshi ekan. Men bitta chap oyoq desam, ba'zi oyoqlarni ishlab ketadi. Biz bu yerda 300 dan olsak, nima olamiz? 400 dan bo'ladi. Bu 500 da. Bitta voucher olamiz. 150 dagi 100 ta ranka. Tangalarni olish kerak. Qani. Hali Van Dijk, Bellingham, Yildiz keladi. Oxirgi haftaliklarda Neymar ham kelib qolishi mumkin deyilgan. Mana shunday u. Va bu ham bo'ldi. Keyingisi. Ishlar. Telekom. Va oddiy, oson. Sizlarga ham maslahat beraman chunki men oldingi safargisini ham hammasini oldim. Sizlarga ham maslahat beraman. Baribir ham o'zlarining xohishlariga xohlsanglar olinglar. Lekin juda ham zo'r. Oddiy, oson mashqlar va sizlarga shunday sovg'alar. Va bo'ldi. Va ishtaga bu yerdan 400 ta bunga yetmaydi. Bu yerdan nima? 7 marta ko'rsam yo bitta voucher olaymi yo bitta 114 voucher olayraman. Mana bundan ham bir dona voucherga open pack ana.
Ve Monster bekar aldım. Ben şartsız ki. Ve Cucurella. Hala böyle birisi girme. Böyle. Uncalık köşelemesek yani bu yerde. Grupta Ture bilen besini alsam 3 tegin beradi. Bu yerde Çabumkum Zeraberta ve Kochlerini alsam 20 milyon beradi. Hala bitti ham oyuncu olacağım yok. Fakat 117 bitti. Bitti Pavlovic 116, Grimers şular 28 tane yine oyuncu aldım yani. Ve biz ben şunu anlat koyayım. Bu hazır yılma. Hit to hit. Zaten. Name şey. O sataka oynayış hazır şimdi. Ve biz kim bilen adam ve bunda ham Buffon yaxshi o'yinchiga o'xshaydi va overimiz teng 120 va endi mag'lub qilishga harakat qilaman. Uzr bolalar, tamam ağır qolgan. Rooney, Winnie, Buffon, yaxshi akam. Bu yerda gol desam yana gol. Bu oyuncu unchalik yaxshi olmaydi desam, o'zi birinchi golni urdi. Rafinha mana shu yerdan yutmay qoldi. Mana Rafinha sizlarga shunday paytlarda Rafinha juda kam kerak. Nega Foden? Oy, gol bo'lganda ham udar tepishim kerak edi. Dembele Rooney. Voy. Klos. Yaxshi. Oxirida Dembele sol qildi. Va FC chempionga chiqarishim kerak.
va yana shunda 3 gacha chiqarib qo'ysak, videoda yana ko'taramiz. 15 minut bo'ldi. O, Schmeichel hamma vaqt tomonini qo'yadi. Menda Courtois 119, lekin nega unchalik odamlar gol ura olmaydimi? Va sizlarga shundan keyin yana bitta sirni ko'rsataman hozir. Shu tugasin keyin yana bitta vsataka o'ynaymiz. Hozir buning overi ham 120 over. Va qani ertaga bitta 113 dan 117 gacha o'yinchi beradi va shunda yaxshiroq o'yinchi bersa zo'r bo'ladi. Hazard, Schmeichel, Hamşik. Bu yerdan böyle Schmeichel iyi bak. Ay, Rafinha tamam. Orada Dembele zor. Ne var bu? Cisim bir de kaldı. Alganın akşamı. Rafinha, Yamal. Foden hitlerde yaxshi. Mana shunday golni kutgan edim men. Yaxshi bo'ladi. Lekin qolib ketmaydi hech qachon. Dembele yaxshi. Bunda ham biz yutdik. Değişik shoshilmaymiz. Shoshilsak ham bo'ladi. Bu yerdan Park-Ji-sung. 5 bo'lganda ham 2 barobarga yutdim. Va bu yerda 100 ta faqat mana shunday narsa. Mana buni olamiz. Va menga qolgan narsa bor. Ikkisi yig'ilibdi. Bir ochib ko'raylik bolalar, iltimos sizlarning ham vaqtingizni oldim. Menga o'tirishim yaxshigina yoqadi. Game'ni olaman, rank up, game'dan o'yinchini. Mayli, ochiladi sal yo'li. Yaxshi, endi mana bu o'yinchini olsam, rank up point. Va bu yoqqa qarasam, endi mana bu o'yinchini olsam 10 dona ekan. Voy, nimaga o'yinchini olmayman? Voy. Bu yoqqa qarasin. Shularni iltimos olib olay. Yaxshi bo'ldi. Julia Sokrates sotilmaydigan. Rank-up shunday. Va yana uzoq vaqtlik yo sekin ketadi. Bu lekin unchalik qiziq emas. Game'larni olamiz. Game va mana bu katta 3 talik dangacha bor. Ko'k. Mana shuni olamiz.
Ve mana bu yerda game va ikkita training olsak. Yana bitta bosib turaverak qani. Olganimiz yaxshi. Yana olamiz. Va 20 minut bo'lib ketdi. Uzr bolalar. Voy, yaxshi. Sразу katta. Bularni ham olib qo'yamiz. Voy, bu yerda yaxshi ekan hozir. Uzr bolalar. Yarim soatga borar ekan bugungi video. Va bu yerda nima deyilgan? Yo'q, mayli. Mana bunda esa training Division Rivals emas. Mana training yaxshi. Mana buni olsangiz va deymiz. Sizlarga maslahat, shunday 2 donagina o'yinni trainingga berib yuborasizlar va bu yerda bitta complete skill games deydi. Bunda nima? Bunisi nima? Wake up. Hit to hit. Endigi videoda shuni tugatamiz. Uzr bolalar, juda ham yo'talyapman. Video ketyapti. Dembele tezligi past desam yaxshi. Past emas, juda ham zo'r. Mana bunday filtlar ham bor bizda. Devolamiz desak nima? Pastda bo'ladi. Uzr bolalar, juda ham tamom ketdi. Ne oldu? Bitta voucher bizda 40 ta bo'lar ekan. Va bizda hozir sizlarga agar yaxshiroq o'yin tushsa taxmin qilib beraman. 75 bu. Bo'ldim. Va 40 ta qoldi. Da o'yin tushishga. Mingtaga kim bor? Mana bu yerda 5500 taga mana buni olsak bo'ladi, Roski. Lekin bu menga umuman kerak emas, sizlarga kerak bo'lsa olib qo'yinglar. Menga farqi yo'q. Va Di Maria kelgan. Statistikalar juda ajoyib. Men shuni olsam yaxshimikan, yomonmi? 7700 ta. Yaxshi.
Nimaga mana shunday o'yinchilarni men berib yubora olmayman? Shuncha shartga. Hatya bir yarmi ham emas. Va bu yerda Totti deymiz va kimlar chiqadi? Voy, past o'g'irlar. Messi, Ronaldo. Olishga. Olib qo'ysam ekan hozir. Hozirgi paytda shunday. Valverde, Vini. Yaxshi. Olib qo'ysam ekan. Olmayman. Di Maria'ni olsam. Di Maria. Qani? Qaysi pozitsiyalarda o'ynaydi? Vriyemda yaxshi. Endi Renada kim? Demak, bu yoqqa o'tadi, bu yoqda 205 tane bo'ladi. Nima marketda? Nima bor marketda? Nima sotish? Bir musorlar. Shu bilan video tugadi. Xayr bolar.